Nima deb o'ylaysizlar? Nega men bu arilarni qamab olganman? Butun badanimni qaranglar. Nega chaqib tashamayapti bular meni? Mana. Hurmatli obunachilar, bu kontent 18+. Lekin ilmiy jihati bolalarni har ehtimolga qarshi ekrandan olib qo'ya qoladi. Asalarilar qanday qovushadi, o'zi nasl qanday tarqaydi va asalarilarda ham sevgi va maxfiy uchrashuvlar bo'lib turadimi? Ha, ona asalari u ham ona asalarida ham jinsiy hayot bo'ladi. Ya'ni ona asalari uchish uchun 12-16 kilometrgacha masofa. Ya'ni bu hech qachon u yerda ishchi asalarilar oldida qovushmaydi. Ya'ni 12 kilometr masofagacha uchib boradi va shu 12 kilometr masofada o'ziga 12 tagacha xushtor tanlaydi. 12 tagacha xushtor tanlaydi va bir marta urchigan ona asalari bo'ldi. Boshqa qaytib urchmaydi. Umrining oxirigacha tuxum qo'yish uchun yetadi bir marta urchish. Nega chaqib tashamayapti bular meni? Mana. Sababi erkak arida nishi bo'lmaydi. Bu erkak arilar. Aniq funksiyasi urchitish. Eng achinarlisini aytaymi? O'sha 12 ta erkak ari, mana shu 12 ta erkak ari hayotida urchigan kuni, ya'ni ona ari bilan qovushgan kuni, ularning oxirgi kuni bo'ladi. O'sha zahotiyoq olamdan ko'z yumadi.